Assalomu alaykum do'stlar, PHP yurishlik darsiga xush kelibsizlar. Bugun bu soatlik darsimizda PHP'da hisoblash ifodatlarini ko'rib chiqamiz. PHP tilida hisoblash ifodatlari 4 turga bo'linadi. Birinchi matematik hisoblash ifodalari, ikkinchi qiymat yuklash hisoblash ifodalari, uchinchi selishtirma hisoblash ifodalari, to'rtinchi logikalik hisoblash ifodalari. Biz bu soatlik darsimizda matematik hisoblash ifodalarini o'rganib chiqamiz. Matematik hisoblash ifodalarida qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish, modlash, birini qo'shish va birini elish qatorliqlardan tarkib topadi. Undaqda PHP'da qo'shish. Bunun bir örnek alsak, özgürüşçen miqdor x teng 2. Bu yerdagi x ning qiymati 2 bo'lganligi uchun 2 ni 2 ga qo'shsam natija 4 bo'ldi. Endi elishga o'rnak bersak, özgürüşçen miqdor teng 2. 5 dan 5 elangan x ning qiymati 2. Bunun natijasi 3 chiqdi. Endi ko'paytirishga o'rnak beraylik. X ninki qiymati teng 4. 4 ni 5 ga ko'paysam 20 chiqdi. Bölüşke örnek versem 15 bölüngen 5 teng 3 çıktı. Endi modlashga kelsak, modlash biraz farqli bo'ladi. 5 bölüngen 2 teng 2. Biri qoldiqda qoldi, ya'ni bu yerda qoldiqda qolgan qiymatni olamiz. Endi birini qo'shishga bir o'rnak beraylik. X ning qiymati 5. 5 ga birini qo'shib bersam, x ning qiymati 6 bo'ldi. Endi birini elishga o'rnak bersam, x ning qiymati 5. Bundan birini elib versam, 4 qoldi. Undaqda yuqorida ko'rgan o'rnaklarning amaliy qo'llanish usulini ko'rib chiqaylik. Undaqda ZAM serverimizni qo'zg'atib olaylik. Birinchi qadamda men qo'zg'atib oldim. Ikkinchi qadamda kod editorimizni qo'zg'atsak bo'ldi. Yangi bir hujjat qurma, ismi hisoblash.php bo'lsin. Yan tarafdagi ko'znakka tor ko'rgichini qo'yib qo'yay. Localhost adresimni kiraman. Localhost hisoblash.php. PHP taglarini ochaman. Son 1 deb o'zgarishcha miqdoriga 50 deb qiymat beray. Son 2 deb o'zgarishcha miqdoriga 3 degan qiymatni beray. Hamda echo degan buyruqim orqali yozdirib chiqay. Birinchi son qo'shik bilan o'zgarishcha miqdorini bergak bo'lmas, son 1. İkinci son deb qo'shikni qo'yman. Bu yerga son 2 degan o'zgarishcha miqdorimni eklayman. BR degan buyruqni yozdiraman va cheklik 5 bilan oyoqlashtirman. Ctrl S qilib localhost'ni yangilasam, birinchi son 50, ikkinchi son 3 deb qiymatini yozdirib berdi. Undaqda biz hozir qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lishni qanday hisoblaymiz? Uni ko'rib chiqaylik. Qo'shish bo'lsin. Toplam deb bir o'zgarishcha miqdor belgilab olman. Bunga deymanki, son 1 qo'shilgan son 2. Endi elishga bir o'rnak beray, elish. Bunga elish teng son 1 elingan son 2. Ko'paytirishga o'rnak beray. Ko'paytirish teng son 1 ko'paytirilgan son 2. Bo'lish son 1 bo'lingan son 2. Cheklik 5 bilan oyoqlashtirdim. Bundaqda yuqorqi kodlarimizni echo buyruqi orqali ekranga yozdirib ko'rib boqaylik. Echo qo'shish natija qo'shcheket toplam degan o'zgarishcha miqdorimni yozdirib olaman. BR degan buyruqimga keldim. Endi buni
elish bo'lsin. Elish degan o'zgarishcha miqdorini belgilab oldim. Ko'paytirish bo'lish. Ctrl S qilaman va ekranga qiymatlarimni yozib olaman. Son 1 bilan son 2 ning qo'shilgan natijasi 53 chiqdi. Son 1 bilan son 2 ning ilingan natijasi 47 chiqdi. Son 1 bilan son 2 ningki ko'paytirilgan natijasi 150 chiqdi. Son 1 bilan son 2 ningki bo'lingan natijasi 16.6 chiqdi. Undaqda biz tövəndə birini qo'shish va birini elish ifodalarimizni ko'rib chiqaylik. Son 1 son 2 birini elib o'tamiz. Echo son 2 ekranimizni yanglaylik. Son 1 qiymatimizni 1ni qo'shib bersak 51 chiqdi. Son 2 qiymatimizning qiymati 3 di. Bundan da 1ni elib bersak 2 chiqdi. Undaqda tövəndə biz modlash ifodasini ko'rib chiqaylik. Bir qur ostiga elib o'tay. Modda bir o'zgarishchan qiymat beraman. Modda son 1 modlash ifodasi son 2 echo mod deb yozdiray va Ctrl S qilish orqali ekrandan yozdirib chiqay va lokal hostimni yangilagandan keyin bu yerga 1 degan natijani berdi. Son 1 ning qiymati 50 di, son 2 ning qiymati 3 di. 50 ni 3 ga bo'lish uchun avval 5 ni 3 ga bo'lsam bu yerdagi bo'lingichi 1 oldu. Bu yerdagi bo'lingichning qiymatini keladi. Bugungi darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Hammalarning ko'rganiga rahmat. Omon bo'linglar.